Yo, hamma do'stlar, assalomu alaykum. Kenzo va bugungi videomizda biz Minecraftda Izamrod top degan o'yin o'ynaymiz. Da sizlar buni boshqa youtuberlardan ham ko'rgansizlar, chopar deb o'ylashlaringiz mumkin. Lekin biz sal bo'lsa ham o'zgartirish kiritdik. Yo'q, sizlar men kanalda qayerda qaysi birdir. Ko'ch mana ko'rdim chopar. Короче, bolalar boshladik. Bu meni o'g'aynim. Bizga hozir o'yin tushuntirib beradigan bo'lsam, jim turib. Bizga hozir mana kam o'tadigan joy bor. Qayerdan kim birinchi bo'lgan narsalar olsa, o'sha yoqqa kirib zo'r narsalar yashiringan. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qolishni unutmanglar. Qani bo'lsa bizga boshlaylik. Xo'sh, 3 2 1 boshladik. Xo'sh, Asad o'ziga bilasan qanaqa o'yinlar bunga tushuntirganmiz. Mana bizning uyimizni va yerda ko'rsatamiz. Juda ham yaxshi narsalar bor. To'g'ri, bularni ko'p odamlardan ko'rgansizlar, Bakiston ko'rgan bo'lishingiz mumkin, yana aytib bo'lmaydi, ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Kerakchi bolalar, biz hozir yerdagi hamma narsalar olishimiz kerak. Kirka yo'q ekan. Kirkani qanday olay? Izamrod haqqa yashiro. Bolalar mayli, problemani ham hozir tuzatamiz. Kirka beraman. Kim uyga borki? Sen ne kiyim değil mi? Maqtu. Sen ne oldu? Ittacharo bo'lib bo'ldi. Menga karalama. Vallahi ko'rdinglar, juda ham zo'r narsalar bor, просто juda ham shikerat. Xo'sh. Buni bu yoqqa buni kiyamiz va buni bu yoqqa qo'yib, buni bu yoqqa. Xo'sh, yaxshi. Maqlashini qaranglar. To'xta, kirka yo'q holi. O'yin ana u Izamrodlar unchalik teginmay turamiz, lekin urush bo'lyapti hozir. Urush bo'lyapti. Lekin o'zing bilasan. Bolalar, hozircha biz o'yinni pauza qilib turamiz. O'yinni pauza qilib turamiz, chunki bizda hozir ana yo'q, ishlamaydi. Kirka yo'q. Xo'sh bolalar, biz bittadan kirka oldik. Narsalarni o'zingga. Okey. Xo'sh. Sen bodi kravatingni ustiga bosib qo'yding. Ejin, bu meniki. Qo'y joyi. Taniki. Bak, kravating ustiga bor birinchi borganingda. Shu Minecraft tushunmaydigan o'g'aylaring bo'lsa, mana yerda chiqish yo'li borki, kar bilib. Qurilish kerak. Yomon bot bilasan. Holi sen bilan urush ham qilayotganman. Nima qilasan? Hech narsa yo'q. Ya qurma, bilmayapsan. Bir qiynalsin bolalar bu. Xo'sh, biz ungacha mana bu Izamrod narsamizni yashiramiz. Xo'sh, Olmasa menga bot bosma. Davay, biz birinchi bo'lib yashirishimiz kerak bu uyingga. Olmasa menga bot bosma. Bot bo'lmagandan keyin yerga yo'lingga yiqilib tushasan. To'xta. Xo'sh, bolalar, hozir biz buni yashiramiz. Qayerga yashirsa bo'lar ekan. Bir-biriga qarash yo'q, shuni. Xo'sh. Bir-biriga qarash yo'q. Xo'sh, bolalar, iloji boricha yaqinroq joyga yashiramiz. To'g'ri, sizlar ko'rmayotgan bo'lishi mumkin, lekin juda ham yorug'. Menga bir muammo bor. Kerak. Olmasini yashirdingmi? Yo'q. Lekin yashirmagan bo'lsang o'zingga. Lekin men hozir qidirishga boraman, urushga to'g'riroq. Xo'sh. Nima bo'ldi deysan? Men hozir borib sen oldinga urush boshlayotganman, menga rahmatlar aytchuning. Xo'sh. Buni bo'lmasa bolalar bir-biriga qo'shib qo'yamiz. Bu yoqqa tursa, kamonim bor. Bu yoqqa qo'sh, bu ikkalasini qo'shamiz. Tirstak olamiz va biz urushga tayyor bo'lamiz. Birinchi bo'lmadan bosib qo'yish kerak. Men kerakchi urushga ketdim. Mana unaqa gap-pap deyotman, shuni. Xo'sh. Pichi blok yig'ish kerak. Xo'sh. Şıklı kreatif üstüne basıyor değil.
nima deyapti bu? Botsa. Kimiydi ki kaçabi? Nima pauza qilishim kerak? Ashunaqa botlar bilan o'ynasanglar mazza qilib yuborasizlar-da. Jinni Kemzodni chaqir. To'g'ri, oldingi videolarga ismi eshitib bo'lgansizlar. Endi buni farqi yo'q. Xo'sh, lekin menimcha uncha qiziq ketmayapti mana botdi. Tak tezlashga sal-pal bo'lsa ham. Voy jinni. Oxir sindirishga majbur bo'lib. Sindirmasdan nima qilasan? Assalomu alaykum. Bratach, qanday? Ishqilib ana uni yashirding-a? Endi urush qilamiz, davay. Stop. Yashirding mana uni? Botvatcha ko'kina qisdi. Uzr, kravati sindirib yubordim. Botvatcha nima chiqadi? Qaddam. Nima chiqadi? Öyle. Yu. Stop, mana qo'tob. Sen nima deyapsan? Stop, mana qo'tob deyapsan. No. Sandiqqa o'ynasizlarmi? Nima? Sandiqqa qalqoninglar, nechta? Nima? Nima? Botvatcha sandiqqa qo'yibchi. Kravatin ustiga bosishga ulgurmadingmi? Qarab qo'yish kerak. Jinni. Qanisa? Qanisa? Uyilgara basga tushib ketdingmi? Bot ben nima qilib senga? Sal ketib qolding. Bexki. Sen manga qidirmasang qidiraman, go. Mayli. Lekin urush qilishimiz kerak edi. Hech nima qilmayapsiz o'yinning qoidasi bilan. Men qizg'an ketayotgan yo'q. Nima balo men bu daraxt sindirayapman, men junni sindirib kirsam ham bo'ladiki. Oppa, yaxshi. Endi buni junini qidirish kerak. Mush birinchi navbatga mana unisini olamiz. Bola shulkir qo'lga sindirsa ham tushadi. Shuni bilib olinglar. Xo'sh, yo'qmi deyman a? Xo'sh. Topsamchi? Topsamchi? Uy tepasiga tomay qo'yish kerak. O'zingni, dushmaningni. Vallahi, короче, men nima qilganimni hozir o'zim ham bilmadim. Вообще oson joyga yashirgan ekansan, topib oldim allaqachon. Qani? Mana qo'limga. Qaq ekansan. Mana, qara, ko'rsataman. Vallahi qirt bot aka. To'xta, o'ynamay tur, menga qara. Chiqib olay. Men telefonimga qara. Xo'sh, mana qara. Ha. Mana yo'qlar. Qaqqa uyga yashirgan. Nima qaqqa? Mana maviddan oldim. Sheqqaydi. Mana shu uying yo'qni topib bera olaman. Voy, top davay, kerak. De, men bexchi, topbi. Ikkinchisini topbi. Qarab to'xta. Ikkinchisini topbi. Ikkinchisini topib bera. Davay, men bu haqiqiysi, seni uyingdan topdim. Xolasang videoga ham ko'rib olasan. Seniki emasdi. De, topbi, qaqqa yashirding. Qaqqa. Sandiqdagi. Men sandiqni buzdim. Sen taydan topdingmi? Ha? Nechta qavat pastlaydi? Uni sana o'tirmayman-ki. Короче, men bitir birinchi o'yinga yutdim, mana o'yin tomay qo'ydim. Ikkinchi o'yin top. Ikkinchi o'yin nima? Ikkinchi o'yin ham shuni o'ynaymiz. Yanami? Ha, yana nima qildi? Nu, nima o'ynaysanmi yo'qmi? Yo, do'qing qaytdimi? Nima deysan? Nima qilishga?
ну короче bolalar biza hozir yana ikkinchi raund qilamiz. Uning uchun mana bu joylarni tugatish kerak, tozalash kerak to'g'risi. Lekin hozir uncha yoqmayapti bu o'yinni o'ynash. Sal boshqacharoq o'yin o'ynasak degandim. Ну bola bizga ozgina bo'lsa ham muammo bo'lib qoldi, o'ynolmaydigan bo'lib qoldik. Lekin xafa bo'lmaysizlar degan umiddaman. Ну endi vaziyat bo'lmay qolishi ham mumkin, to'g'rimi? Shuning uchun bolalar men hozir nima edi, video to'xtatishga qaror qildim. No sizlar bilan shuncha vaqtdan beri kenza bolalar, sog' bo'linglar, omon bo'linglar.